Intizomiy jazoga tortilgan xodimlar rag'batlantirish pullarini olmaydilar. Intizomiy jazoga tortilgan xodimlar, ya'ni hayfsan yoki jarima jazosini olgan xodimlar intizomiy jazo muddati davrida, ya'niki intizomiy jazo tayinlangandan so'ng 1 yil davomida xodimlarga beriladigan bayram pullari yoki boshqa bir ustamalarni olish huquqidan mahrum etiladilar. Xodimlariga nisbatan bayram pullari yoki boshqa bir ustamalar yoki boshqacha bir pul mukofotlarini berish istagida bo'lgan ish beruvchilar avvalo ulardan intizomiy jazo chorasi sifatida qo'llanilgan hayfsan yoki jarima jazosini olib tashlashlari lozim. Ushbu holatda intizomiy jazo chorasini olib tashlash to'g'risida ish beruvchining buyrug'i chiqariladi va xodimga qo'yilgan hayfsan yoki jarima jazosi 1 yil bo'lmasdan ham olib tashlanadi. Buyruq chiqarish uchun ish beruvchi o'zining tashabbusi bilan yoki xodimning iltimosi bilan yoki xodimning rahbarining iltimosiga ko'ra mazkur buyruq chiqariladi va xodimga nisbatan qo'llanilgan intizomiy jazo chorasi olib tashlanadi.